Hammaga assalomu alaykum. Sizlarga Beruniy tumanimizda rayonimizdagi markazdagi uylardan birini obzor qilib beramiz. Xudo xolasa, uyga gap bo'lishi mumkin emas. Kamroq netib uyning o'zini ko'rsatishga harakat etamiz. Buna obzorni ko'rib boshqa o'tirganlarga da tavsiyamiz telefon etib qayta anirandaymi, bunday deb so'ragandan ko'ra bir marta uyning o'zini kelib ko'rganingizni maslahat beramiz. Nima deganda men o'zim hozir kirib chiqdim, endi ta'riflashga tilajsiz. Ketdik. Uyimizning joylashuvini, planirovkasini, remontini gap bo'lishi mumkin emas. Ko'chadan kirib kelishni ko'rdinglar. Uydan kirish qismi shunday katta hol. Bu yog'imizda bir katta spalni. Spalnilarni ko'rsatmaymiz. Zallar bilan tanishtiramiz. Bu yog'imizda katta bir zali, ko'chadan kirganda chap qo'limizda katta bir zali. Uy at ido polniy remontlangan, hamma yeri. Ko'rib turganingizda hamma yeri remontlangan. Patologlari, aboy, perdalari, to'shalishi, pollarına laminat pol basılgan, hamma yerine. Buradan chiqib bu yoqdan mana koridordan ikki spalniya bilan yana bir zalga kiriladi. Bu yoqda ikki spalniyasi bor, bu yerda bir katta spalniya, aynasi ko'chaga qarag'an, bu yoqda bir detskiy spalniyasi bor. Bu yerda yana bir katta zalimiz bor. Bu hozirgi kirgan zalimizdan ham katta. Konditsionerlar qo'yilib turibdi, remontlari polniy ham yeri ishlangan. U kamisi yo'q. Prosta kamisi yo'q. Hammasi joyida, svetlar ham, remontlar ham, даже mana eshiklarning chiroyli bo'lib yarashtirishini qarang, remontga uyga. Pollar aytganimizda ham yeri chiroyli bo'lib, laminat bosilgan, mana g'allar ham shunga yarasha to'shalgan. Endi mana o'tiratan devorlarning shinamligini ko'rsangiz, gap bo'lishi mumkin emas. Uyning chiroyini chiroy qo'yib turibdi. Lyustralar alohida tema. Uyning hamma yeri bir chiroyli ishlangan. U ko'chadan kirib kelganingizdan keyin bu yog'ingiz g'ibozon bo'lib, o'ldi hol bo'lgan. Bu yerda da kundalik o'tirib choy ichishga, ne ichishga вообще bir aytganday ta'riflashga til ojiz bu uyni. Вообще zo'r. Bu yoqda ayvoni bor. Ayvonning ham zo'r tarafi salqin bo'lib ishlangan. Bular nelar arka bilan ochilgan. Polniy arqaga yozga o'tiratan yer hisobi. Mana travitellar bilan patologlar ishlangan, ventilatorlar ham qo'yilgan. Bu yerda yozdan kuni sirtda yotaman desangiz, peshxonaning keragi yo'q. Mana peshxona prям ishlanib turibdi hammasi. Shunday chiqasiz, peshcha hech qanday muammo yo'q. O'zi bu yerda shahar yerida peshchaning o'zi ham yo'q. Atak shunda da ehtiyot shart ishlangan shular. Endi bu yog'inda zo'r yeri ayollarimizga yaratgan joyi. Kuxnya tarafini o'tamiz. Kuxnya idishda rakovinalar qo'yilgan. Kuxnyaning o'zi bir boshqa tema, alohida tema. Ko'rdingizlar, kuxnya mebellari, remontlari, joylashuvi, planirovkasi uyning o'zini yarashtiribdi. Prosta tayyor hamma narsasi olingan narsa olinganday joyina yarashtiribdi. Burgada o'g'liklari qo'yilgan kuxnyaning o'zine de televizorlarga postavkalari bor, konditsionerga rozetkalar, hamma narsasi elektrniyalar ham tartilganda yevroda tartilgan, hamma narsasi zo'r. Bitishkalari, gazlari mana gazlardan avalon gazlari qo'yilgan ekan. Plitalar gap bo'lishi mumkin emas. Moykalardan alohida ko'rsatib o'tamiz. Moykalar ham katta moykalardan qo'yilgan. Stakanlarda nelarda yurish uchun отдельный. Adapterlari, batareyalari hozirgi batareyalardan isishlari zo'r. Aynalari ham yeri akvayna, akvalar aynalarga da bir e'tibor berasizlar, ulug'lig'ina va kichkina emas. Masalan, standart mana bo'latan bo'lsa, bu yog'ini ham hisob qilasizlar. Mana bir nesi, garderob. Buning ichi ham katta bir spalni, ulug'xona buning ichi ham garderob etib qo'yibdi. Ichida vazar bor, buni ham ko'rsatmadik. Bu yoqda esa ximchiski kiryotgan xonasi. Bu yerda kir mashin qo'yilgan, sushilkalar qo'yilgan, polniy yerda kir yuviladi. Aristonlar qo'yilgan. Endi esa bu yoqda vanna sanuzyeli. Vanna sanuzyeli bilan ham hamma yeri kafel bosilgan. Bosh chiroyli ishlangan. Endi sizlar bilan bu eshikdan orqa yoqqa chiqamiz. Orqa yoqqa ko'cha yoqdan garajdan kirib ketadigan eshik bor. Chiqib olib ko'rsatamiz.
uyimizning arqa ko'rinishi. O'sha arqa yoqning go'zalligini ko'rdinglar, uyning ichining planirovkasini ko'rdinglar, joyning ishib solinganini ko'rdinglar. Arqa-arqada gap bo'lishi mumkin emas. Mana melarda qozon o'choqlar, mangallar tayyor turibdi. Bu yerda yana bir kladovkasi bor. Bu yerda shu buni belkatman, ya shundan shunga o'xshash narsalar, yozgi kuxnya yashab olsanglar ham bo'ladi ekan bu yerga. Ishlari remontlanib turibdi, taxta berib yozgi kuxnya yasanglar ham bo'ladi ekan. Endi bu yoqning bog'larima egilib turgan gullarni ko'rib turibsizlar. Ya yaxshidan bog' qoladi deganda iyasining qandaligini shu yerdan bilsanglar bo'ladi. Ko'ngli yumshoq odamlar bo'ladi. Bunday odamlar bilan kelishib olsangiz bo'ladi. Bu degani bu uyda kelishib olishingiz siz uchun hech qiyinchilik tug'dirmaydi. Xudo xolasa bir nasib etib niyat etganlar uchun dim zo'ri men o'zim kirib planida, remontinada, mana orqaning buni bog'larini qo'yib quvondim. Zo'r etib ishlangan. Lokatsiyamizga kelsak, adres Pekanida joylashgan. Pekanida Vasal to'yxonaning orqasidagi Zarafshon ko'cha 18-uy bo'ladi. Lokatsiyasi ham sentr markazida joylashgan. Hamma narsaga qulay, udobniy. Bu yoqingizda maktablarga qarasangiz, hammasi maktab ham yaqin, aynan Terishko 62-maktab ham yaqin. Maktablardan, desallardan hech qanday muammo yo'q. Chiqsangiz produktiv magazinlar ham, taksilardan qatnovlar ham, hamma narsaga qulay, yo'lning usti bo'ladi. Bahosini kelsak, bahosi 110 ming qo'yilyapti, 110 ming dollar. Qaytiladi, kelishadi, endi ustida narsalarga kelishimi bo'ladi. Ichida qolatan narsalarni esa kelib egalari bilan ustida gaplashasizlar. Nuv qoladi, nuv qo'yadi, nuvni olib ketadi. Qolatan narsalar lekin adini kelishiladi. Bahasi 110 mingga qo'yilyapti. Adres Pekanida, telefon etib ko'rajaqlarga yoki ko'rsatamiz, hech muammosi yo'q. Shunday uylarda chiqarishda xudo xolasa davom etamiz. Bizdan uzoqlashmang. Sizlar bilan men Ixtiyor Umidjonovich.